Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz. Darvozamiz oraliq masofasi 3,5 metr. Yashash uyimizning uzunligi 11,20. Yashash uyimizni oldi uzunlik metrini ayting. 12 metr. 12 metr. Mana bu Yashash uyimizdan tandirxona binomizgacha oraliq masofasini metrini ayting. Umuman uyimizda hujjati yo'q edi-da. Mana shu qo'shni mahallalarda kadastr ishlari olib borilyapti. Angor tumani kadastr xodimlari kelib xatlovdan o'tkazishyapti deganni eshitgan edim. Men yashaydigan xonadonga ham kelib mana xatlov qilishdi. O'lchashdi, chizishdi, uyning hujjatini tayyorlab beryapmiz deb ketishdi. Mana shunga men juda xursandman. Qamoqdagi va bino inshootlaringizni o'lchab oldik hammasini. Kadastr yangi nimasi chiqib kelar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomat. Uyimizning uzunligi 1380 metr. Darvoza oralig'imizni masofasini olaylik. 3 metr. Uzunligi 90 santimetr. Ichida ishchi komissiya 18 komissiya tomonidan ijobiy xulosa berilganidan so'ng kadastr hujjati bo'yicha